Assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan Tony. Bugungi videoda men 38-server qurgan OPGda 9 bo'lganman. Shu 9 bo'lganimni 9 la nima qila oladi? Qurgan OPGda nimalar bor? OPG nima? OPGda qanaqa mashinalar bor? Xullas hammasini obzor qilib chiqamiz. Xo'p, bugungi videoda nima qilasizlar? Ma'lumot yig'ib olasizlar degan umiddaman OPG haqida. Bo'lmasa bu videoni boshladik. Вот. Men OPGni qurgan OPGni bazasidaman. Hududidaman qurgan OPGni hududi bunday kartada chekkaroqda, chekkaroqda emas, endi sal chekkaroqda, chekkaroqda bo'ladi. Вот, qurgan OPGni ichi, hamma OPGni ichi shunaqa bo'ladi-yu. Holi shunaqa bo'ladi-yu. Bu qurgan OPGniki. Вот. Shetda qurgan OPG hammasi shetda bo'ladi. Zamlar, liderlar ham shetda yuradi ko'pincha. Qurgan OPGniki, qurgan OPGni ikkinchi etaji mana shu ko'plab stroylar bo'ladi. Boshqa OPGlarda ham shetda stroy bo'ladi. Keyingi ma'lumotni nima deydi? Shunaqa, короче, 9-rang, OPGda 9-rang nima qila oladi? Вот, OPGda 9-rang shu rangni oshira oladi, tushira oladi. Tanbeh bera oladi, ya'ni vigovor bera oladi. Tek qo'ya oladi, rang bera oladi, hashtag bilan birga. Bonus bera oladi. Ana shuni oyligi bonus bu mashi payda qilsa, unga misol uchun ko'paytirib beriladi puli. Вот. Bunga mash mukofot mana. Yana nima bo'ldi shu? Вот, endi shunaqa xonalar bor OPGda. Agar go'singlarga bu video OPGga vashcha qo'shilmaganlarga. Xullas, sklad qanaqa nimalar bo'ladi ichida, qanday ochiladi? Men skladni ochish bor 9-rang nimasida. Вот, skladda nimalar bor? Premium un qo'yish, bu premium unlaringizni, narkotiklaringizni baqa qo'ya olasiz, materiallar qo'yish, aptechkalar qo'yish. Aptechkalar nimalar qo'ya olasiz bu skladga. Premium un nariga pasi narkotiklar olish, materiallar olish, aptechkalar olish, qurol yaratish bor tepada. Nazorat qilingan bizneslar. Bu bizim mana shu qurgan OPG, qurgan OPGdagi nazorat qiladigan bizneslar bilan qurol yaratish. Bitta qurgan OPGni eng kerakli narsasi, OPGlarning eng kerakli narsasi qurollar bor. Вот, M4 bor, MP5, shunaqa qurollar bor, Jiggle bor. Zirh bor, yana bo'ldi boshqa nima-yu, AK-47 bo'ladi. U G'ostlarda bo'ladi. Bizda eng nimali kerakli qurol bu M4. Вот, boshqa narsalar bor skladda. Aptechkalar olishda 10 tagacha aptechkalar olsanglar bo'ladi. Da 10 tagacha zirh bu короче o'sha skladga olib chiqib ketamiz. Вот, qurgan OPG boshqa OPGlarni, xullas hamma OPGlarning mashinalari bitta bo'ladi. Hammada xuddi shunaqa bo'ladi. Hozir mashinalar olsam, obzor qilib chiqaman bittada. Вот, nima desa bo'ladi bu mashinani eng legendarli mashina BMW. Bu jicha pastroq yuradi, tortmaydi. Lekin bu вообще legenda mashina. Yana bunda OPGlarda bundan ko'proq legenda mashinalar bor. Ikkinchi bu ham eng zo'ri. Bu ham вообще tez yuradi. Zo'r, lekin ko'rinishi yaxshi emas.
Вот вообще legendasi odam kelib qoldi. Hozir buni fraksiyaga qo'shib olamiz. Bolalar yana bitta eng legenda mashina BMW, bu ham bilmadim necha rusimi. No eng legendasi shu, tez yurar ham. Yana bitta mashinamiz bor, BMW. Ko'pincha BMW mashinalar ko'p paytda OPGda. Bunda bu ham zo'r, tez yuradi bu ham. No normalniy yurib qo'yadi bu ham katta. Eng legendasi Gelik G63 mashina dilerlarida, короче, shunday. Bu вообще tez yuradi. O'zingizlar ham bilasizlar, minib ko'rgan bo'lsanglar bilasizlar. Shu bolalar video o'z nihoyasiga yetmoqda, уже yetib ham bo'ldi menimcha. Bu videoda ma'lumot olgansizlar degan umiddaman. 9-rang bo'yicha, OPG bo'yicha, mashinalar bo'yicha, OPG ning mashinalari bo'yicha. OPG ga kelsanglar shunaqa mashina minib yurasizlar tekinga. Bu video menimcha chiqqanda ketgan bo'laman. Chunki bilmadim qachon qo'yaman bu videoni. Sizlar bilan Tony bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha omad.